Onamning xatosini takrorlamayman deb o'zimga so'z berganman. Otasi bilan munosabatlarni saqlab qola olgan va qo'shiqchi bo'lishni istamagan Nilufar Usmonova 6 yoshda. Bugungi kunda O'zbek show biznesidagi serfarzand ayol xonanda hisoblangan Nilufar Usmonova 37 yoshni qarshiladi. Ijod bilan birga 5 farzandni tarbiyalayotgan xonanda san'atkorlar oilasida tug'ilgan bo'lishiga qaramay, bu sohani tanlashni istamagani haqida gapirdi. Yulduz Usmonovaning ilk turmush o'rtog'i sozanda Ibrohim Hakimov bo'lgan. Ikki ijodkor qisqa turmushi davomida qiz farzandli bo'lgan. Ammo ma'lum sabablarga ko'ra ular 1996-yili rasman ajrashgan. Nilufar Usmonova o'z intervyularida to'liq oilada ulg'ayishni orzu qilgani va bolaligida ota-ona mehriga zor bo'lgani haqida aytib o'tgan. Bolaligim Marg'ilonda buvimning hovlisida o'tgan. Ra'no xolam onamdek mehr bergan bo'lsa-da, bola baribir o'z ota-onasini sog'inar ekan. Xolalarimning o'z farzandlari bor edi. Ular bilan birga o'ynardik, urushib qolsak baribir o'z singli ukasi bilan birga bo'lib olardi. Men esa yolg'izlanib qolardim. O'shanda hali bolalarim ko'p bo'ladi, hech kim ularni yolg'izlatib qo'ymaydi deganimda farishtalar amin degan ekan. Otamni ham, onamni ham yaxshi ko'raman. Ajrashish ularning qarori. Qarorlarini hurmat qilgan holda ikkisiga ham bo'lgan farzandlik mehrim saqlanib qoladi deydi Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova onasining qattiqqo'l bo'lgani, u qilgan xatolarni takrorlamaslikka so'z bergani haqida gapirdi. Bolaligimdan yumshoq tabiatli qiz bo'lganman. Shu bilan birga odamlar nazarda bo'lishni yoqtirmasdim, chunki notanish odamlar ham meni ko'rsa Yulduzning qizi deb erkalashardi. Bu esa menga yoqmasdi. Onam nihoyatda qattiqqo'l bo'lgan. Bolaligimda boshimni silab erkalaganini eslay olmayman, hatto qilsam urishardi. Kaltak yegan paytlarim ham bo'lgan. Onam mendan katta odamdan talab qilinadigan ishni talab qilardi. O'sha paytda undan ranjiganman, ammo ona bo'lgach uning qarorlari to'g'ri ekanligini tushunib yetdim. Eng qizig'i, nabiralardan mendan talab qilganchalik biror narsani so'ramaydi. Men urishsam bug'laku, sekin-sekin o'rganadi deydi. Onam qilgan xatolarni qilmayman, san'atni tanlamayman deb o'zimga so'z bergandim. Ammo bandaning emas, yaratganning aytgani bo'lar ekan deydi Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova ilk marta 8 yoshda Shaytonga bo'ysungan yuraklar nomli qo'shiqni onasi bilan duet tarzida ijro etgan. Qo'shiq Yulduz Usmonovaning 1995-yildagi konsert dasturi uchun maxsus yaratilgan, keyinroq unga klip ham suratga olingan. Qo'shiqchilikka umuman qiziqmaganman. Menga Toshkentda yashashdan ko'ra Marg'ilonda buvim bilan birga qolish qiziqroq edi. Toshkentda tezda zerikib qolardim. Ilk marta sahnaga chiqishim ham onamning xohishi bilan bo'lgan deydi Nilufar Usmonova. Xonanda boshlang'ich ta'limni Marg'ilon shahridagi 18-sonli maktabda oladi. Undan so'ng onasi Nilufarni Toshkentga olib kelib til o'rganishiga sharoit yaratadi. 10 yoshda uni Buyuk Britaniyaga o'qishga yuborishadi. Shu tarzda Nilufar Vaynhall maktabi va Sherborn xalqaro kollejda tahsil oladi. Nilufar Usmonova 2001-yili O'zbekistonga qaytib keladi va o'rta ta'limni xalqaro maktabda yakunlaydi. Xonanda Nilufar Usmonova erta turmushga chiqqan. U 17 yoshda huquqshunos Navzod Saidgaziyev bilan oila qurgan. 2004-yilda xonanda ilk bor onalik baxtiga sazovor bo'lgan. Xonandaning ilk turmushi uzoqqa cho'zilmadi. Ajrashishimizning sabablari ko'p. Men bir marta rasman nikohdan o'tganman va ajrashganman. U inson olamidan o'tib ketdi. Yomon gaplar bilan eslashni istamayman. U 5 qiz ichida o'sgan yagona o'g'il farzand edi. Oilamni mustahkamlash uchun harakat qilganman, ammo onamning gaplari qattiq ta'sir qilgan. Seni istamagan insonga intilib qadringni tushirma. Hammasi taqdirdan degan. Qaynonam ham xuddi onamdek cho'rt kesar ayol edi. O'g'liga yoqmayaptimi ajrash degan. Shunday bo'lsa-da bu insondan minnatdorman. Chunki bu nikoh aqlli o'g'lim Said Azamxonning tug'ilishiga sabab bo'ldi deydi xonanda Nilufar Usmonova. Turmushdan ajrashgan Nilufar Usmonova ruhiy tushkunlikka tushadi. Onasi bilan jiddiy kelishmovchiliklarga borib, o'g'li bilan alohida yashashga qaror qiladi. Xonanda moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan kunlarni quyidagicha eslaydi. O'g'lim Said Azamxon kuni bilan bog'chada bo'lardi. Kechki payt uyga kelganda tez tayyor bo'ladigan lapshani yaxshi ko'rgani uchun shuni olib tayyorlab berardim. Bola shuni yeb uxlardi. Ertalab yana bog'chaga ketardi. Uyim shu darajada eski, sharoitsiz ediki, poldan linoleum yirtilib, sement chiqib yotardi. Eski, bir yo'sa muzlatkich turardi. Uning ichida hech narsa bo'lmasdi deyarli. Faqat ovqat qilish uchun zarur bo'lgan go'sht, kartoshka, sabzi, piyoz bo'lardi.
Bir kuni Said Azamxon o'sha muzlatkichni ochganda Tokirov orqaga otib yubordi. Shu holat menga juda qattiq ta'sir qildi. Do'stlar, tanish-bilishlar orqali to'ylarga chiqa boshladim. To'ylarga kirib qistirilgan pulni olib chiqib ketardim. Shunday qilib, men o'zimni to'ylarda raskrotka qilib olganman. Mening qo'shiqlarim to'ybob bo'lmagani uchun kim qancha pul bersa, boraverganman o'sha to'yga. Birinchi gonorarimga olgan eng qimmat narsa bu $1375 muzlatkich bo'lgan. Chirindi uyimda o'sha qimmatbaho muzlatkich turardi. Bolamni Tokirov yuborgan menga qattiq ta'sir qilgan. Shuning uchun eng qimmatdan olganman deydi xonanda. Ruhiy tushkunlik va moddiy qiyinchiliklar uni ijod qilishga undaydi. 2005-yili bolam Shu yurt seniki nomli qo'shiqni ijro etadi. Bu bilan onasiga ham nimadir isbotlashni istagandi. Ammo qo'shiq yaratish, ijodni boshlash oson emas. Shu bois u prodyuserlik kompaniyasiga murojaat qilib, hamkorlikni taklif qiladi. Birinchi marta to'yga chiqishim juda qiziq kechgan. Do'stim Jamshid Bobojonov shunaqa qilib o'tiraverasanmi? Bolang uchun ham ishlashing kerak-ku deb koyib bergan. Shundan keyin to'ylarga chiqishni boshlaganmiz. Ammo faqat do'stlarimizning to'yiga borardik. Chunki hali tashqaridan to'y oladigan darajada mashhur emasdim, deydi xonanda Nilufar Usmonova. Nilufar Usmonova 2006-yili Toshkent davlat yuridik institutiga o'qishga kiradi. Ammo u yerda o'qish oson kechmaydi. 2009-yili oila qurgach akademik ta'til olishga majbur bo'ladi, chunki xonanda ketma-ket 2 o'g'li farzandli bo'ladi. Xullas, akademik ta'tillar bir-biriga ulanib, xonanda 2013-yilda o'qishni yakunlaydi. Hozirgi kunda Nilufar Usmonovaning 5 nafar farzandi bor. Xonanda intervyularda yana farzand ko'rish niyati borligini aytib keladi. 7 ta bolam bo'lishini orzu qilaman. Ular bir-biriga tirgak bo'ladi. 5 farzandimni yolg'iz tarbiyalayapman. Yolg'iz ayollarga qanchalik qiyinligini yaxshi bilaman. 5 bolaning ta'minoti uchun ham hamisha harakatdaman, deydi u. Nilufar Usmonova muntazam sport bilan shug'ullanadi. Unga tug'ruqdan so'ng qomatini rostlash va ortiqcha vazndan xalos bo'lish ham muammo emas. Xonanda 2022-yili ilk marta yakkaxon konsert dasturini o'tkazdi. U 15 yillik faoliyati davomida biror marta yakkaxon konsert dasturini taqdim etmagandi. Nilufar Usmonova tadbirkorlikda ham o'zini sinab ko'rishga qaror qildi. Hozircha uning tur firmasi va ro'zg'or buyumlari savdosi bilan shug'ullanadigan do'koni bor.